Amerikaliklar kim? Ular dunyo aholisining atigi 4% tashkil qiladi. Ammo aynan ular yer yuzidagi barcha tovar va xizmatlarning chorak qismini yaratadi. Bu Xitoy, Hindiston va Rossiyaning jami 3 milliard aholisi ishlab chiqaradigan hajm bilan teng. Amerika iqtisodiyoti nima? Bu dunyodagi eng qimmat kompaniyalarning yarmi demakdir. Eng yuqori 10 talikda esa 10 tadan 8 tasi amerikalik kompaniyalar. Lekin nega bu mamlakat iqtisodiyoti bunchalik kuchli? 20-asrning sanoat yetakchilari urushlar va inqiloblar bilan bir-birini yemirayotgan paytda AQSh aksincha boyib bordi va o'ziga eng yaxshi ilmiy resurslar hamda aql idrok egalarini jamladi. Bundan tashqari bugungi kunda AQSh o'z qit'asida to'liq hukmron. Unga bostirib kirish yoki uni bosib olish deyarli imkonsiz. Unga yadroviy raketalar bilan tahdid qilish mumkin, lekin bunga javoban halokatli zarba qaytishi aniq. Amalda AQSh qurolli kuchlari soni va qudrati jihatdan qo'shinlarning barchasidan ustun. Bu esa ularga global savdoning katta qismini nazorat qilish imkonini beradi. Jahon savdosining katta qismi taxminan 80% dengiz orqali amalga oshiriladi. Bu insoniyat tarixidagi eng arzon va samarali savdo yo'li. Avvalgi asrlarda asosiy savdo yo'llari Atlantik okeani orqali o'tgan. Yevropaliklar aynan shu yo'l orqali Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerikani mustamlaka qilib, u yerdan eng qimmat resurslarni olib ketgan. Ammo 20-asrning 80-yillarida muhim o'zgarish yuz berdi. Tarixda ilk bor Tinch okean orqali tashilayotgan yuklar hajmi Atlantika bilan tenglashdi. Xaritaga qarasak, ikki okeanga ham to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniga ega davlat bu Amerika. 20-asr boshida AQSh iqtisodiy portlashni boshidan kechirdi. Zavodlar qurildi, temir yo'llar tortildi, mashinalar va kemalar ishlab chiqarildi. Ammo bularning barchasi asosan mamlakatning sharqida joylashgan edi. Bugungi kunda esa AQShning eng zich aholi yashaydigan va eng rivojlangan shtati Kaliforniya. Bu yerda San Fransisko va Los Angeles, Gollivud joylashgan. Ammo bu hudud mamlakatning g'arbida. 20-asr boshida bu yer deyarli bo'sh edi. Bugun esa millionlab odamlar yashaydi. Biroq o'sha davrda muammo bor edi. Dengiz orqali yuk tashish uchun San Fransiskodan Nyu-Yorkgacha Janubiy Amerika atrofidan 22500 kilometr yo'l bosib o'tish kerak edi. Shu sababli bu muammoni hal qilish zarur bo'lgan. AQSh o'z manfaatini himoya qilishga qanday harakat qilganini ko'rish mumkin. Ular zaiflashayotgan Ispaniya imperiyasi bilan urush olib borib, Kuba, Filippin, Guam va Puerto Rikoni egalladi. Gavayida hukumatni ag'darib, Sharqiy Samoadagi orollarni ham qo'lga kiritdi. Lekin bu hududlar ikkita okeanga yoyilib ketgan. Ularni bog'lash uchun kanal zarur bo'ldi. Nikaragua varianti qimmat va xavfli deb topildi. Natijada eng maqbul joy Panama tanlandi. O'sha paytda Panama Kolumbiyaga tegishli edi. Lekin panamaliklar mustaqillikni xohlashardi. AQSh esa kanal qurishga muhtoj edi. 1903-yil 4-noyabrda Panamada qo'zg'olon boshlandi. AQSh harbiy floti Kolumbiya kuchlarini to'sib qo'ydi. Atigi 2 kundan keyin AQSh Panamani mustaqil davlat sifatida tan oldi. Yana 12 kun o'tib AQSh Panamada harbiy kuchlarni joylashtirish, kanal qurish va uni nazorat qilish huquqini oldi. Buning evaziga AQSh atiga $10 million to'ladi va yiliga $250 ming ijara puli to'lab bordi. Aytgancha, butun 20-asr davomida u yerda qo'zg'olonlar bo'lib turardi. Amerikaliklar ularni bostirishga harakat qiladi va faqat 1999-yil 31-dekabrda AQSh nihoyat Panama kanalini Panamaning o'ziga topshiradi. Endi savol, bu kanal xalqaro savdoga nima o'zgartirish kiritdi? Esingizda bo'lsa, oldin uzoq sharq portlaridan, masalan, Shanxay yoki Yaponiyaning Yagama shahridan Yevropaga savdo qilish yaqinroq edi. Endi esa yangi savdo yo'llari shakllandi va ular orqali Nyu-York orqali savdo qilish ancha qulay bo'lib qoldi. Amerikaliklar harbiy flotni juda tez bir okeandan boshqasiga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldi va uni istalgan mamlakat qirg'oqlari yaqinida jamlay oladigan bo'ldi. 21-asrda Panama kanali, Suvaysh kanali yoki Bosfor bo'g'ozi kabi dengiz yo'llari davlatlar uchun eng muhim obyektga aylandi. Ular aynan shu yo'llar ustidan nazorat qilish uchun kurashadi. Chunki bu dunyodagi eng muhim dengiz savdosi va pul oqimlarini boshqarish demakdir. Masalan, Ever Given konteyner kemasi Suvaysh kanalida bir haftaga tiqilib qolganini eslang. Shu kichik hodisa butun dunyo savdosiga kuniga $10 milliard zarar keltirdi. Hatto kema egasi kompaniyaga $900 million jarima ham qo'yildi. Endi yana AQShga qaytamiz. Nega Panama kanali tarixi bu qadar muhim? Bu g'oyaning asosiy tashabbuskori AQSh prezidenti Theodore Roosevelt edi. U mashhur iborasini aytgan: "Yumshoq gapir, lekin qo'lingda katta tayoq bo'lsin, shunda uzoqqa borasan."
AQSh aynan shu siyosat bilan harakat qilgan. Ruzvelt shunday prinsipni ilgari surgan. Agar dunyoda harbiy mojarolar yuzaga kelsa, AQSh ularni bostirish uchun o'z harbiy kuchlaridan foydalanish mumkin. Nega AQShda bunday imkoniyat va ambitsiya paydo bo'lgan? Chunki atrofda jiddiy raqiblari yo'q edi. 19-asr o'rtalaridayoq AQSh armiyasi Shimoliy Amerikada to'liq ustunlikka erishgan edi. Yagona jiddiy raqib janubdagi Meksika bo'lgan. 1846-yilda ikki davlat o'rtasida urush boshlanadi. 2 yil ichida AQSh armiyasi Meksikani mag'lub etadi va uning hududining yarmini o'ziga qo'shib oladi. Kaliforniya, Arizona, Nevada, Utah, New Mexico va Texas. Bularning barchasi o'sha paytda Meksikaga tegishli edi. Bu hudud deyarli butun g'arbiy Yevropa kattaligida edi. AQSh bularni o'ziga qo'shib oldi, albatta bepulga emas. $15 million tovon to'ladi. Natijada 1850-yillarda AQSh Shimoliy Amerikada hukmron edi. 1900-yillarga kelib butun g'arbiy yarim sharda ta'sirga ega bo'ldi. Ya'ni 50 yil o'tib, Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh floti butun dunyo bo'ylab faoliyat yurita boshladi. Va yana bir muhim detal. Ikkinchi jahon urushi davrida AQShning sanoat ishlab chiqarishi 2 baravar oshdi. Ikkinchi muhim omil Lend-Liz bo'ladi. Hozir bu atama yana dolzarb. Odatda bu haqida shunday gapiriladi. Ikkinchi jahon urushi paytida Amerikaliklar Sovet ittifoqiga yordam bergan. Oziq-ovqat va qurol yetkazib Germaniyaga qarshi kurashda ko'maklashgan. Hozir esa AQSh Lend-Lizni Ukraina foydasiga qo'llamoqda. Lekin ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan jihat shuki, Lend-Liz dastlab Buyuk Britaniyani qo'llab-quvvatlash uchun boshlangan va bu kelishuvda amerikaliklar uchun juda foydali bo'lgan yana bir qism teskari Lend-Liz bor edi. Unga ko'ra Buyuk Britaniya, Avstraliya, Yangi Zelandiya va erkin Fransiya o'zining g'arbiy yarim shardagi deyarli barcha harbiy dengiz bazalarini AQShga topshiradi. Ya'ni amalda AQSh Shimoliy Atlantika ustidan nazoratni qo'lga oladi. Shundan keyin 20-asrning ikkinchi yarmida AQShga qarshi turadigan deyarli kuch qolmaydi. Masalan, Sovet ittifoqi Kubaga raketalar joylashtirmoqchi bo'ladi. AQSh esa orolni blokadaga oladi va 3-jahon urushi tahdidi ostida raketalar olib chiqib ketiladi. 1995-yilda prezident Clinton buyrug'i bilan AQSh aviatsiya tashuvchi kemalari Tayvan tomon yo'l oladi. U yerda prezident saylovlarini nazorat qilish uchun hatto Xitoy Tayvanni o'z hududi deb hisoblagan bo'lsa ham aralasha olmaydi. Ikkinchi jahon urushidan keyin amerikalik iste'molchilar arzon mahsulotlarni bosqichma-bosqich ola boshlaydi. Avval Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreyadan, keyin esa Xitoydan. Bu mamlakatlarning har birida iqtisodiy mo'jiza yuz berdi va har safar bunda amerikaliklar yordam beradi. Yaponiyaga texnologiya, Germaniyaga naqd pul va himoya, Koreyaga hammasidan ozoz, Xitoyga esa katta investitsiya beriladi. Bugun Xitoy, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya mahsulotlarining eng katta xaridori kim? AQSh. Lekin AQSh ustunligining yana bir muhim tomoni bor. Texnologiyalarni nazorat qilish. Ular har doim ham ixtiro qilmaydi, lekin nazorat qiladi. Har yili dunyoda 350-390 mingta yangi patent ro'yxatdan o'tkaziladi. Ularning qariyb yarmi AQShga tegishli. Masalan, 2021-yilda AQSh 178 ming patent ro'yxatdan o'tkazgan. Yaponiya va Xitoyda esa taxminan 48 mingdan. Bu kelajakning kaliti. Chunki ilgari AQSh iqtisodiy qudratini arzon ishchi kuchi, immigrantlar hisobiga qurishi mumkin edi. 20-asr boshida ish kuchi arzon bo'lgani uchun kambag'allar ko'proq maosh va imkoniyatlar izlab AQShga oqib kelgan. Ammo bugungi vaziyat boshqacha. Endi yangi texnologiyalarni yaratadigan mutaxassislar kerak. Yer aholisi 8 milliardga yetgan bo'lsa ham, rivojlangan mamlakatlarda tug'ilish kamaymoqda. Kelajakda AQSh, Yaponiya va Rossiyada aholining yarmi pensionerlar, yarmi esa ishlovchilar bo'ladi. Bu esa eski usul. Odamlarni zavodga yig'ib iqtisodiy o'sish qilish ishlamaydi. Zamonaviy zavodlar robotlar bilan ishlaydi. Ularni esa kimdir yaratish va xizmat ko'rsatish kerak. AQSh uchun bu juda qulay. Ular eng yaxshi mutaxassislarni sotib olish yoki o'qitish imkoniga ega. AQSh hanuz xalqaro talablar uchun eng jozibador davlat bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, amerikaliklar ixtirolardan foyda olish tizimini mukammal yo'lga qo'ygan. Jarayon oddiy. Olimlar yoki ixtirochilar yangi g'oyalar yaratadi. Tadqiqotlar uchun pul topiladi. Agar ixtiro foydali bo'lsa, u sotiladi va muallif daromad oladi. Masalan, MIT olimi Mark Robert 80-yillarda robotlar ustida ishlagan va keyinchalik DARPAdan moliyalashtirish olib, Boston Dynamics kompaniyasini yaratgan. Yoki Wisconsin shtatidagi fermerlar fotoplyonka ixtiro qiladi. Tadbirkor George Eastman uni sotib olib,
Kodak kompaniyasini tashkil etadi va butun dunyoga tarqatadi. Xuddi shu model kompyuterlar rivojida ham ishlagan. 60-70-yillarda AQSh harbiylari mikrochiplar va internetni moliyalashtiradi. Keyin esa Steve Jobs va Bill Gates kabi tadbirkorlar bu texnologiyalarni tijorat mahsulotiga aylantiradi. Natijada bir necha 10 yil ichida kompyuterlar har bir uyda, smartfonlar esa har bir inson qo'liga yetib bordi. Shu sabab AQSh yetakchilari faqat bitta sohada emas, harbiy, iqtisodiy, energetik va texnologik sohalarning barchasida namoyon bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring yoki do'stlaringiz bilan ulashing. Shuningdek, boshqa dunyoga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.